Savol: vafot etganlar ruhiga atab Qur'on tilovat qilishni inkor etadigan va da'vosi to'g'riligini tasdiqlash uchun hadis-i shariflardan o'zicha dalillar keltirayotgan kimsalar bor. Ulamolar bu kabi botil da'volarga qanday javob berishgan? Boshqa bir do'stimiz aytadi. O'tgan suhbatda Rasululloh aytgan bir hadis to'g'risida gapirib o'tgan edinglar. Uning Rasululloh deyishidan mutaassibligi ko'rinib turardi. Unda u zot janozalaringizda kitobning ochuvchisi, ya'ni Fotiha surasini o'qinglar deganlar. Keyin savol berayotgan o'sha do'stimiz bu yo'ridagi ikki so'zning, ya'ni janoza yoki namoz degan so'zning bir-biridan farqi yo'q. Chunki hadisning ma'nosi Fotiha surasini janoza namozida o'qishdir, aslo mayitlarga emas deganidir deydi. Ey do'stim, sen bu gapni qayerdan topding? Nimaga asoslanib bu yerdagi ikki so'zning farqi yo'q, hadisning ma'nosi men aytayotgan narsa deb aytayapsan? Bu seningcha farqi yo'q narsa. Bu sening fikring xolos. Ammo hadis boshqa narsa. Hadisda shunday deyilgan: mayitlaringizga Fotiha surasini o'qinglar. Qanday qilib biz mutlaq aytilgan gapni namozga qayd qilib bog'lashimiz mumkin? Hadisda mayitlaringizga deb mutlaq aytildi. Mutlaq aytilgan gap mutlaqligicha yuritiladi. Qanday qilib biz bu so'zga qo'shimcha kirita olamiz? Endi biz sen aytganingdek namozlaringizda kitobning ochuvchisi, ya'ni Fotiha surasini o'qinglar deyishimiz kerakmi? Nabiy alayhissalatu vassalom balog'atli so'zlaydigan arab kishilaridan bo'lganlar. U zot janoza namozlaringizda Fotiha surasini o'qinglar deyishga qodir edilar. Lekin namozlaringizda degan gap hadisda mavjud emas. Sen ushbu hadisni tafsir qilib sharhlagan muhaddislarning kitoblariga ham murojaat qilib ko'r. Ularning birortalari bu gapni aytganini topa olmaysan. Mumkin masalan senga o'xshagan birortalarining ra'yi shunday bo'lgandir. Yana bir narsa. Ularning biri dafn qilinishidan oldin yoki keyin mayitlarga Qur'on o'qish bid'at ekaniga ummat ijmo qilgan deydi. Ey do'stim, nima uchun bunday deysan? Bu gapni qayerdan olding? Bid'at ekaniga ummat ijmo qilgan degan gaping yolg'ondir. Sen Qarofiyning Al-Furuq nomli kitobiga murojaat qil. Bu kishi Maliki mazhabining olimi. Ehtimol bu savolni bergan ham Maliki mazhabida bo'lsa kerak. Chunki u mag'riblik mutaassiblarning kitobida berilyapti. Sen ushbu kitobda olimning mayitga Qur'on o'qish deb alohida fasl belgilab chiqqanini ko'rasan. U o'z kitobida bu haqdagi ulamolarning qarashlari turlicha. Ular orasida agar Qur'on o'quvchi qori qiroatni duo bilan tugatsa va Allohim ushbu o'qigan tilovatimning savobini o'tgan falonchi yaqinimga yetkazishingni so'rayman desa, ushbu qiroatning savobi o'sha mayitga yetadi degan ulamolar ham bor deb keltiradilar. Bu yerda yana boshqa fuqaholarning ham ra'ylari bor. Ular savobi yetmaydi deyshadi. Demak bu ixtilofli masala. Sen shoshilma ey sayyidim. Sen fiqh kitoblariga murojaat qil. Albatta uning javobini topasan. Fiqh kitoblarining hammasida janozani ko'tarib borish, keyin mayitga Qur'on tilovat qilish haqida gapirilgan va unda ixtiloflar ham keltirilgan. Qarofiy Maliki mazhabining ko'zga ko'ringan olimlaridan sanaladi. U kishi voqelikda Malikiylarning yetuk ulamolaridan hisoblanadi. U kishi o'z so'zini quvvatlab, bu yerdagi ehtiyot chorasi bizlarni Qur'on o'qishimizni taqozo etadi deydilar. Bu nima degani? Ulamolar o'rtasidagi xilof uning harom yoki to'g'ri ekanligida emas, balki ixtilof savob yetadimi yoki yo'qmi ana shunda. ليس في الحرمة أو في الصحة وإنما الخلاف في أن الثواب يصل أو لا يصل. طيب. Siz doim Qur'on o'qiysiz va bu bilan siz savob olasiz. Keyin Allohim ushbu tilovatning savobini o'tganlarimdan falonchiga yetkazgin deysiz. Endi gohida savob yetishi yoki yetmasligi mumkin. Agar siz o'z yaqiningizga jonkuyar bo'lsangiz nima qilasiz? Siz Allohga qasamki o'qiyman. Bu bilan men savobga erishaman deysiz. Agar ulamolar aytayotganlaridek savob mayitga yetib borsa, bu sizning yutug'ingiz.
Agar yetib bormaydigan taqdirda ham siz men Qur'on o'qidim va bu qiroat uchun Alloh menga savob beradi deysiz. Bu esa mantiqqa to'g'ri keladigan so'zdir. القراءة